Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Salom do'stlar, sizlar bilan Zevk. Bugungi videomizda Minecraft o'yinida shunchaki vyejivaniya, ya'ni survival qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Agar videomiz yoqsa, like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Xo'p, bo'lmasam survivalni boshlaymiz. Xo'p, birinchi har doimgidek daraxt chopib olamiz. O'zi ovqat ham tayyor, to'g'rimizda tovuq turibdi. Xo'p, do'stlar, agar videom yoqsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, bo'lmasam survivalni davom ettiramiz. Bizga 5 ta daraxt yetib ortadi. Biz tezlikka survival qilishimiz kerak. Tezda qilishimiz kerak. Xo'p, sirazi bitta kilka verstakni olamiz. Bitta olamiz, keyin ketdik. Va tosh bilan qazishni boshladik. Toshni qazishni boshladik. Xo'p, bizga qancha tosh kerak? Xo'p, 9 3 Короче, bir stak olib ketamiz. Bu yerni tezlashtirib olaman. Xo'p, kilka singuncha tosh qazidim. Shuncha tosh yetadi deb o'ylayman. Xo'p, bo'lmasam sirazi toshli narsalar qilib olamiz. Birinchi o'rinda bizga qilich, topor, kilka va bitta lapatka bo'ldi. Xo'p, ovqatimiz hozircha 2 ta olma bor. Yana daraxt chopishimiz kerak. Anchagina, chunki bu videoda iloji boricha uy qurishga harakat qilaman. Agar uy qurishga ulgursam, agar ulgurmasam, keyingi qismini agar shu videoga 5 ta like bo'lsa chiqaraman. Bo'lmasam 5 ta like bo'lmasa, shundayligicha qolib ketaveradi. Yoki o'zim chiqargim kelsa chiqaraman. Ko'pincha bunaqa videolarni video olishga g'oya qolmaganda chiqaraman. Chunki eng oddiy g'oya bu albatta Minecraft o'yinida survival qilish. Xo'p, albatta video yoqsa like va obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Xo'p, bo'lmasam survivalni davom etaman. Sizlar esa maroqli tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Podlow on the track.
Oy do'stlar, o'zi ham Creeper, ikkitadan zombilar, o'rgimchaklar hammasi menga hujum qildi. Shu paytda yana qornim ochib qolib, yugura olmay ham qoldim. Sal qoldi o'lib ketishimga. Tezroq pastga tushib ketmasligim kerak edi. Qochish kerak. Hozir yana qornim ochib qolib, yugura olmay qolgunimcha bu yerlardan qochaman. Toqqa chiqib olamiz. Sakra. Bo'l. Toqqa chiqib olamiz. Tepaga iloji boricha tepaga chiqib olishimiz kerak. Creeper yuribdi bu yerda ham. Zombini ovozi eshitilyapti. Skelet. Uncha hamma yo'qim jonivorlarga to'lib yotibdi. Muzli tog' chiqdi yana yo'limdan. Hozir muzning ichiga kirib ketib qolsam, bundan yomoni bo'lmaydi. Hop, tepaga chiq. Chiq. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Zombi chiqdi pattanab. Qoch. Bu yerda ham zombi bor ekan. Shu skelet kelyapti orqamdan. Buni maqsa hammasi birdaniga tashlanadimi menga? Shu qornim ham och qoldi, yura olmay qoldim. Atrofimni o'rab olishim kerak. Hozir eng yaxshi yo'l shu, atrofda o'rab olish. Hozir nima toshlar qo'yilib ketyapti. Qilichni olamiz. Qanisan skelet? Men ham borman bu yerda. Men ham shu yerdaman. Tezroq tushib olish kerak bu yoqqa. Chiqib qoldim. Bo'ldi. Ana shuni aytira qolsin. Bo'ldi. O'ldim hisob. Stop, zo'r narsani o'ylab topdim. Nima mana. Yaramaslar. Skelet. Sanlarga. Kampir. Yaxshi. Ozgina bo'lsa ham hayvonlarni kamaytiryapman. Xo'p do'stlar, shunday qilishga majbur bo'ldim, chunki 2 soat kutsam ham ertalab bo'lgan yo'q. Endi yaramas zombilarni tug'ilganiga pushaymon qildiraman. Bu yoqqa. Zombi, ke, bu tomonga. Hammani yoqib, kul qilib tashlayman. Sanamki, tuxun yetsa o'rgimchak. Skelet. Qanday yurdi bana qo'chib, bu yoqda zombi jitil. Agar skelet yo'lidan chiqib qolsa bormi? Jonim juda ham oz. Mana turibdi, skelet turibdi u yerda, mana hozir ko'rsaman. Öyle. Mana skelet mana. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Mo'sigar, faqat bu yerda skelet bor. Kengina u tomonga o'tib olsam skelet mana qoch, yarimta jonim qoldi, Endi qochmasam bo'lmaydi. O'rgimchak orqamdan. Qo'y iltimos. Hamdan o'rgimchak kelyapti. Yaramas. Qoch. Kelmayapti. Voy, qo'yni ovqatini ola olmayman. Zombini go'shtini yeb turaman. O'ldirmaydi-yu har holda zombini go'shti.
Bo'ldi, ketdik. Ana. Tezroq olib bu yerdan surish kerak. Bu yerdagi molni ham o'ldirib kelaymikin? Jonim kam, lekin jonim o'ta kam. Tovuqning go'shi ham turibdi. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Mana mol qayoqqa qochayotgandingni iflos qirisa. Hozircha molni go'shini pishirib tursak, pat yonadimi? Patni yoqib bo'ladimi? Cho'plarni yoqib turamiz. Bu yerdansa buni 10tasini ko'mirga olib qo'yamiz, qolgan hammasini daraxtga aylantiramiz. Hozircha vijivaniyamiz yaxshi ketyapti. Xo'p, go'sht pishibdi, qolganiga men 27 ta daraxtni qo'ymoqchi edim. Hamma go'shtlarimizni shu yerda pishirib olib, keyin ketamiz. Pechkani ham sindirsak bo'ladi. Teknologiya. Bunday qilamiz. Ne. Qo'yib bo'ldi. Shaxta topdim. Sal kichikroq shaxtaga o'xshayapti, lekin menimcha chuqurgina ekan. Temir bormikan bu yerda? Ehtiyot bo'lib tushish kerak. Juda ham chuqur shaxta ekan lekin. Xo'p. Shuncha tushganim. Xo'p, bizda loy bor ekan, shu loy bilan bir amallab chiqib ketamiz. Bu qancha qizlaganimni bilasanmi? Sразу verstagida qo'yib kravat yasab olmasak. Nima qilyapman? Verstagini ol. Yo'q. Verstagim ketdi menimcha. Nimaga bitta joyga to'xtadim deguncha hamma senga hujum qilishni boshlaydi? Sqirt zombi. Yoningdagi creeperni deb menimcha verstagimni yo'qotgan bo'lsam kerak. Tezda turibdi ekan. Kravat. Yana creeper kelyapti. Bo'ldi, xavfsiz joyga chiqib oldik. Yaxshi ham o'lib qolmadimi? Assalomu alaykum, brate. Xudoyim. Xo'p, do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Bo'lmasam hammaga xayr.